ana shu qarzga bir narsa olish, qarzga bir narsa olib yeyish, qarzga bir narsa olib kiyish, qarzga to'y qilish, kredit nima bu? Bu inson o'zining ertangi kunini bugun sotib qo'yishi. Kredit yoki qarzga olingan mana shu buyumlar hali topmagan pulini sarflab qo'yishi. Ya'ni inson ertangi kunini, ertangi kuchini, ertangi mehnatini bugungi kun uchun sotib qo'yishi. Siz hali ertangi kun yashaysizmi, yo'qmi, uni sotib qo'ydingiz. Amir al-Mu'minin Umar ibn Xattob roziyallohu anhudan o'g'li bir kuni pul so'radi. Xalifani qo'lida puli yo'q. Xazinachidan so'rab turmaylikmi, keyingi oyligingizning hisobidan? Bo'pti, bor so'ra dedi. Borib turib xazinachiga aytdi. Otami keyingi oyligini hisobidan, keyingi maoshini hisobidan menga pul berib turasiz ekan dedi. Xazinachi xalifa buyurdi deb shart qildimi? Yo'q, otangiz keyingi oyligimdan berib tursin debdi-yu, lekin keyingi oyda yashashiga bir kafolat xati yozib bermabdi dedi. Bermaydi. Qaytib kelib turib otasiga Amir al-Mu'mininga